Demak, nimaga nisbatan muhabbat kuchli bo'lsa, boya siz bir yuqorida shu gapingizda aytdingiz, agar ishga muhabbat bermaydigan bo'lsa, u ish senga muhabbat bermaydi degan, kasb muhabbat bermaydigan tushunchani ham bir gapirib o'tdingiz. Albatta, agar inson o'zini ishida, endi bu degani ishingizni tashlang degani emas. Buni asl sababini aytib beramiz juda ko'pincha nimaga bo'ladi. O'zi boshida kasbini yaxshi ko'rgan bo'ladi, muhabbat bilan boshlagan bo'ladi. Keyin ko'rganing ko'zi bo'lmaydi. Zerikadi o'sha kasbni, chunki dam olish vaqtida bilmaydi. Tanani vaqtida to'xtatishni bilmaydi. To'liq berilaverib, qattiq shanba, yakshanba kuni nimaligini bilmaydi-da, borib mana shu yerga kelib qoladi. Endi esa nima qiladi? Boshqa ish ochmoqchiman, boshqa ish izlamoqchiman. U yerda ham shu holat bo'ladi. U yerda ham shunaqa bo'ladi. Nimaga? Inson o'zini hayotida tartib, intizom, reja bo'lmasa, hamma taraf buzilib ketaveradi.